Qani? Ha? Olinglar. Kemal aka o'zlaring. Shunday aka biz maqsadga o'tsak, Eshitaman qulog'im sizda. mahallamizda bir onaxon bor. Ha. Anchadan beri mazalari yo'q. Ozgina yordam berib olsangiz, shu onaxonni Hindistonda da'vatga kelmoqchi edik. Ish pulga. 40 ming. $40,000. Qachon qaytarasan? Misol uchun, mana bir oyda qaytarib beradigan bo'lsang, menda oyiga 10%. O'zi ko'chaga berganiga 15-20%. Nima deysiz? Tayyormisizlar? Men bunaqa odamlar ko'pini ko'rganman. Bunaqalar kit yesa ham jig'ildan toza bo'lmaydi. Xolida xolan shaharda o'g'li bor deb eshitganman boyvachcha. Toh. Sen bitta haqiqatni ayting. Ay! U shahardagi boyvachcha o'g'li shu bo'ladi. Oy jonim men qiynalib ketdim. Ayda jonim judayam sog'indim.